sahnaga qaytdi va bu safar u faqat oddiy shahar mashinasi emas, balki zamonaviy dizayn, aqlli texnologiyalar va tejamkorlikni bir joyga jamlagan model sifatida namoyon bo'lmoqda. Sonit nomi ko'pchilikka tanish, chunki u birinchi marta 2011 yillarda taqdim etilgan va aynan o'sha paytda yoshlar hamda shahar hayotiga mos ixcham avtomobil sifatida mashhur bo'lgan edi. Oradan yillar o'tib, bozor talablarining o'zgarishi, raqobatchilarning kuchayishi sababli Sonit biroz soyada qoldi. Ammo 2026 yilgi avlod bilan Chevrolet bu modelni butunlay yangi darajaga olib chiqdi. Tashqi ko'rinishiga bir qarashdayoq o'zgarishlar yaqqol seziladi. Old qismi yanada agressiv va zamonaviy bo'lib, ingichka LED farlar, katta radiator panjarasi va sportcha bamper dizayni bilan ajralib turadi. Yon tomondan qaralganda silliq chiziqlar, ixcham, ammo dinamik proporsiyalar ko'zga tashlanadi. Orqa qismida esa yangilangan LED chiroqlar va biroz kengroq ko'rinish beruvchi dizayn elementlari mavjud. Umuman olganda, 2026 Sonit avvalgi avlodga qaraganda ancha jozibali va zamon bilan hamnafas ko'rinadi. Saloniga o'tsak, bu yerda ham sezilarli yangilanishlar bor. Old panel markazida katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u Apple CarPlay va Android Auto'ni qo'llab-quvvatlaydi. Asboblar paneli raqamli shaklga o'tkazilgan. Bu esa haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli ko'rinishda taqdim etadi. Materiallar sifati ham yaxshilangan. Yumshoq plastiklar va zamonaviy bezaklar ichki makonga yoqimli muhit bagishlaydi. O'rindiqlar qulay, old va orqa qator yo'lovchilari uchun yetarlicha joy taklif etiladi. Ayniqsa shahar ichida va qisqa sayohatlar uchun bu juda muhim. Texnologiyalar masalasida ham 2026 Chevrolet Sonit zamon talabiga to'liq javob beradi. Avtomobilda adaptiv kruz nazorati, favqulodda tormoz tizimi, yo'lakni saqlash assistenti, orqa kamera va parktronik kabi xavfsizlik funksiyalari mavjud. Bu xususiyatlar Sonitni nafaqat qulay, balki xavfsiz avtomobilga ham aylantiradi. Ayniqsa yangi haydovchilar yoki oilaviy foydalanish uchun bu katta ustunlik hisoblanadi. Endi dvigatel va harakat qismiga to'xtalsak, 2026 Sonit bir nechta variantlarda taklif etilishi kutilmoqda. Asosiy dvigatel sifatida 1.2 yoki 3 litrli turbo benzin motor bo'lib, u yaxshi yoqilg'i tejamkorligi va yetarli quvvatni ta'minlaydi. O'rtacha hisobda shahar ichida kam yoqilg'i sarfi bilan birga, trassada ham ishonchli harakatni taklif etadi. Uzatmalar qutisi sifatida mexanik va avtomat variantlar mavjud bo'lib, har ikkisi ham silliq va qulay ishlashi bilan ajralib turadi. Sonit sport avtomobil bo'lmasligi mumkin, ammo kundalik hayot uchun uning tezlanishi va boshqaruvi yetarli darajada jonli. Raqobatchilar bilan solishtirganda, 2026 Chevrolet Sonit Hyundai Accent, Kia Rio, Toyota Yaris va Volkswagen Polo kabi modellarga to'g'ridan-to'g'ri raqib bo'la oladi. Accent va Rio qulayligi bilan mashhur bo'lsa, Yaris ishonchliligi bilan ajralib turadi. Polo esa nemischa sifatni taklif etadi. Sonit esa ularning o'rtasida dizayn, texnologiya va narx balansi bilan ajralib chiqadi. Ayniqsa, Chevroletning xizmat ko'rsatish tarmog'i va ehtiyot qismlarining nisbatan arzonligi ko'plab xaridorlar uchun muhim omil bo'lishi mumkin. Narx masalasiga kelsak, 2026 Chevrolet Sonit bozorda raqobatbardosh narxda taklif etilishi kutilmoqda. Asosiy komplektatsiya arzonroq bo'lib, kundalik ehtiyojlar uchun yetarli funksiyalarni taqdim etadi. Yuqori komplektatsiyalarda esa qo'shimcha xavfsizlik tizimlari, katta disklar va premium elementlar mavjud bo'ladi. Bu esa xaridorga o'z byudjeti va ehtiyojiga qarab tanlash imkonini beradi. Sonitning eng katta ustunliklaridan biri uning shahar hayotiga moslashganligi hisoblanadi. Ixcham o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda yurish va parkovka qilish oson, shu bilan birga ichki makoni kundalik foydalanish uchun yetarlicha qulay. Yoqilg'i tejamkorligi esa uzoq muddatda sezilarli iqtisodiy foyda keltiradi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Sonit o'z sinfida muvozanatli va jozibali variant sifatida qaytmoqda. U zamonaviy dizayn, yaxshi texnologiyalar, yetarli quvvat va maqbul narxni birlashtirgan. Agar siz shahar uchun qulay, ishonchli va ko'rinishi chiroyli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Sonit albatta e'tiborga loyiq model hisoblanadi.